Futbolchi tarixda iz qoldirdi, lekin hech qachon oltin to'p yutolmadi. 4-chi Andres Iniesta. Barselonaning miyasi va Ispaniya terma jamoasining yuragi. U 2013-yilgi Jahon chempionati finalida urgan goli bilan mamlakatga g'alaba olib keldi. Oltin to'pning asosiy nomzodi edi, ammo mukofotni noqonuniy ravishda Messi oldi. 3-chi Zlatan Ibragimovich. U imkonsiz velosiped zarbalarini urdi. To'raymas kuchli zarbalar bilan muxlislarni hayratga soldi, lekin u ham hech qachon oltin to'pga ega chiqmadi. 2-chi Robert Lewandowski. Gollar mashinasi. O'z avlodiga xos eng yirik hujumchi. Uning statistikasi hayratlanarli. 2019 va 20-yil mavsumida 55 ta gol urdi va Bavariya bilan treble yutdi. Ammo pandemiya tufayli mukofotni bekor qilishdi. 2021-yilda ham u to'xtamadi va yana juda kuchli statistika ko'rsatdi. Ammo oltin to'p yana Messiga berildi. Bu esa katta bahs va norozilikka sabab bo'ldi. Endi seni qiziqtiradigan savol: oltin to'p ololmagan yana bir futbolchi bor. Unda hammasi bor edi. Dribling, tezlik, kuchli zarbalar. Undan Messining merosxo'ri chiqishi kutilgan, lekin jarohatlar uning yo'lini to'sdi. U stadionda eng katta shoumen edi. Sen bu futbolchini topa olasanmi?